Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana beltlar tahlilini boshlaymiz. 42-beltdan boshlaymiz. 42-beltda birinchi savol. Kunning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitlarda yo'lda qoldirilgan yo'l mashinalari, qurilish materiallari, qurilma va hokazolar bildirilishi kerak. Tegishli yo'l belgilari bilan yo'naltiruvchi va tevaragini o'rovchi moslamalar bilan qizil yoki sariq yoritgich chiroqlari bilan F4 barcha sanab o'tilgan alomatlar bilan barchasi bilan belgilanadi. Haydovchi qanday holda bu belgining talablarini to'g'ri bajaradi? Kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan mexanik transport vositalariga yo'l beradi. Kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l beradi. Oq chiziq bilan belgilangan orolchaga kirishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi degan javob to'g'ri bo'ladi. Bu savolga. Orolchaga kirish mumkin emas. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Bu yerda 10 qo'l qoidasi amalga oshadi. Demak, 10 qo'l qoidasiga muvofiq, ya'ni bilasizlar, qaysi transport vositasi 10 qo'l tarafda joylashgan bo'lsa, o'sha transport vositasi birinchi harakatga keladi. Demak, bu yerda yo'l berish kerak bo'lgan transport vositasi ko'k avtomobil. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Ushbu holatda tartib sochini ushbu ish rasida to'g'riga va o'ngga harakatlanish mumkin. Demak, ushbu holatda faqatgina yuk avtomobili va mototsiklga ruxsat etilgan. Qaysi transport vositasining haydovchisi qayirib olishini to'g'ri bajarmoqda? Ushbu holatda ikkala transport vositasi ham harakatni to'g'ri amalga oshirmoqda. Sababi bilasizlar, yuk avtomashinasining gabariti katta bo'lganligi uchun unga xuddi shunaqa qayirib olish manevrini bajarish mumkinligi mumkin. Demak, har ikki haydovchi ham to'g'ri bajaryapti. Avtomobil haydovchisi uni boshqa transport vositalari quvib o'tayotganda qanday harakat qilishi kerak? Harakat bo'lagini o'zgartirmay o'ng burish ishrasini berishi. Yo'q. Harakat tezligini oshirish yoki boshqa xatti harakatlar bilan quvib o'tishga to'sqinlik qilmasligi. To'ppa-to'g'ri. Qo'l bilan beriladigan ogohlantiruvchi ishora qoidalarga muvofiq qachon tugalanishi mumkin? Manevrni bevosita bajarishdan oldin, tugagandan so'ng bajarishdan oldin bo'ladi. Jarohatda xususlanganda birinchi tibbiy yordamni qanday ko'rsatish kerak? Ushbu savolga yodlab qo'yishni tavsiya qilaman. Bu bir oldin takrorlanganda, jarohatdan xususlanganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi desa, mutlaq tinch qo'yish kerak. Boshini tushirish, oyoqlarini ko'tarish, badanni isitish, qaynoq ichimlik berish, bog'langan jigutni shifokorsiz yechmaslik va bo'shatmaslik degan javob to'g'ri bo'ladi. Ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri avtopoyezdni bildirish uchun o'rnatiladi? Tepasida turibdi-yu, yuk avtomashinalarning tepasida 3 burchak belgi. Ikkalasi ham avtopoyezdni bildiradi. Demak, sizlar bilan 42-beltni ko'rib chiqdik. Ana endi 43-beltga o'tamiz. Bu joyda quvib o'tishga ruxsat etilganmi? Yo'q, taqiqlangan. Temir yo'l kesishmalari yaqinida quvib o'tish taqiqlanadi. Qaysi belgi kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l berish majburiyatini yuklaydi? Bu 42-beltga ham bor bu savol. 4-chi. Shu belgida siz kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l berish majbursiz yo'l berish to'g'ri. Transport vositasining haydovchisi oldida to'xtash chizig'i chizilgan va svetoforning yashil yoritgichi yoniq bo'lgan choraxga yaqinlashayotib nima qilish kerak? To'xtash chizig'ida to'xtashi, so'ng esa harakatni qayta tiklashi. Yo'q, xato, chunki yashil chiroq yongan svetoforda. Demak, biz to'xtashimiz shart emas va biz to'xtamasdan harakatni davom ettiramiz. Qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berishi kerak? Ushbu holatda endi yo'l boya 42-beltda yuk avtomashinasi va qizil avtomashina bor edi. Unda tartibga solinmagandi yo'l kesishmasi. Bu yerda tartibga solingan. Demak, qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berishi kerak desa, mototsikl haydovchisi bo'ladi. Chunki unda
kesishuvchi yo'ldan harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l berish majburiyatini yuklovchi yo'l belgisi bor. Bunday vaziyatda haydovchi nima qilishi kerak? Oldindan yaqinni yorituvchi fara chiroqlarni yoqib va uzluksiz tovush ishorasini berib, eng kam tezlik bilan turgan transport vositasini aylanib o'tishi. Yo'q, qatnov qismida o'tayotgan bolalarga yo'l berish. Bo'ldi, shu javobni o'zi to'g'ri. Qaysi transport vositasining haydovchisi aylanma harakatli kesishmaga to'g'ri kiradi? Bu holatda ikkalasi ham to'g'ri kirgan. Avtobus haydovchisiga yo'lovchilarni tushirish uchun to'xtashga ruxsat etiladimi desa, ushbu holatda taqiqlanadi deymiz. Bilasizlar, mana ikki chiziq 4,5 bo'lsa, kamida 3 metr qolish kerak transport vositalari harakati uchun. Lekin avtobusning o'zi kengligi 2 metrdan oshiqroq. Demak, uzluksiz dirg'a chiziq bilan avtobus oladigan o'rtasidagi masofa 2 metrga ham yetmaydi. Shu tufayli bu yerda to'xtash mumkin emas, chunki uni orqasidan kelayotgan transport vositasi qoidani buzishga majbur bo'ladi. Siz quvib o'tish uchun chiqdingiz va bexosdan ro'paradan kelayotgan avtomobilni ko'rib qoldingiz. Agar siz quvib o'tishni tugallay olishingizga ishonchingiz bo'lmasa, siz tovush xabarini berib va farlarni yoqib quvib o'tishni tugallaguncha davom ettirishingiz kerak. Yo'q. Tezlikni asta ko'paytirishingiz va quvib o'tishni tezroq tugallashingiz kerak. Yo'q. Tezlikni kamaytirishingiz va ilgari egallagan qatorga qaytishingiz kerak. Agar quvib o'tolmayman deb o'ylasangiz, F3 qo'llaysiz. Manevr vaqtida haydovchi har doim ogohlantiruvchi ishora berish kerakmi? Faqat uning orqasida boshqa transport vositasi harakatlanayotgan bo'lsa, faqat uning transport vositasi burilishini ko'rsatuvchi chiroqlar bilan jihozlangan bo'lsa, faqat serqatnov harakatli yo'lda, faqat u harakatning boshqa ishtirokchilarini chalg'itmagan hollarda degan javob to'g'ri bo'ladi. Ishlamayotgan boshqaruv ruli bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat etiladimi? Qattiq ulagich tashatakka olinganda ruxsat etiladi. Umuman olganda, agar boshqaruv ruli ishlamasa, taqiqlanadi har qanday harakat. To'rtinchi belgini ko'rib chiqamiz. Aholi punktidan tashqarida avtomobil yukxonasida odamlarni tashishda qanday eng yuqori tezlikda harakatlanishga ruxsat etiladi desa, bu 60 bo'ladi. Bu savolni yodlab qo'yinglar, 60. Bu belgiga ko'ra qaysi yuk avtomobil harakatini davom ettirishi mumkin? 8 tonnagacha yuk ortgan avtomobil yo'q. Qaranglar, bu umumiy yuk bilan qo'shganda umumiy vazni 8 tonna va 8 tonna va undan kam bo'lgan transport vositalarining harakatlanishini bildiradi. Ushbu belgida undan ortiq bo'lsa mumkin emas. 8 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan yuk bo'sh avtomobil yo'q. Ruxsat etilgan to'la vazni mana yuk bilanda, ruxsat etilgan to'la vazni 8 tonnadan ortiq bo'lmagan avtomobil. Bu yotiq chiziq nimani bildiradi? Mana bu to'rtburchak shakldagisi bu velosiped yo'lakasini bildiradi. Yuk avtomobil haydovchisiga avtomagistralda nima taqiqlangan? 5.15 yoki 6.11 yo'l belgilari bilan belgilangan joyda to'xtash, orqa bilan harakatlanish, mexanik transport vositalarini shatakka olish. F1, F3 mumkin. Demak, F2 xato. Yo'lovchilarni tushirish uchun bu belgi o'rnatilgan tasmadan to'xtashga ruxsat etiladimi? Agar tasma qatnov qismining o'ng chetida joylashgan va u yotiq uzluksiz, qaranglar, savolga javob e'tibor qilinglar. Uzluksiz chizig'i bilan qatnov qismidan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. Agar uzluksiz chiziq bilan ajratilgan bo'lsa, mumkin emas. Chunki devor bo'ladi-ku, agar uzuq-uzuqsiz chiziq bo'lsa, bemalol kirishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Qaranglar. Tik nishaplik, tik balandlik degan yo'l belgilari bor, bilasizlarmi? Tik nishaplikdan tik balandlikka tomon harakatlanayotgan transport vositasi har doim harakatlanishda ustunlikka ega. Demak, ushbu holatda yuk avtomashinasi yo'l berishi kerak.
chorrahani kesib o'tish navbatini ko'rsating. Demak, yo'l belgilariga e'tibor qilamiz. Qizil va yashil avtomashina asosiy yo'lda va bir-biriga farq qilmaydi. Demak, ular bir vaqtda yo'ldan o'tadi. Keyin ko'k avtomashina. Ko'k qizil, hatto qizil ko'k yo'q. Qizil ayni vaqtda yashil bilan va ko'k. Qayta tizilishda haydovchi boshqa transport vositalariga yo'l berish kerakmi? Kerak. Agar transport vositasi qo'shni tasma bo'yicha yo'lakay harakat qilsa kerak emas. O'zaro qayta tizilishda barcha hollarda kerak. Kerak. Agar transport vositasi qo'shni tasma bo'yicha yo'lakay harakat qilsa. Tayyorgarchi haydovchi nima qilish kerak? To'xtab, orqasida to'plangan transport vositalarini o'tkazib yuborishi, o'sha tezlik bilan harakatni davom ettirishi, qo'li bilan o'zi ro'para tasmadan quvib o'tishlar haqida ishora qilish kerak. Bu yerda ro'para tasmadan quvib o'tish mumkin emas. Chunki burunga joylashgan xavfli burilishda. Harakatni davom ettirsa, hamma yoqni probka qilib tashlaydi. Demak, to'xtab, orqasida to'plangan transport vositalarini o'tkazib yuborish kerak. Mastlik ta'minoti belgisi nimani bildiradi? Oldinda qatnovning notekis bo'lgan yo'l qismini, oldinda shu yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tasmali yo'l qismini, mexanik transport vositasida tishli turumlangan shiplar, shinalar bo'lganligini. Mana shu yoqda bo'ladi. Bilet. Ro'parada kelayotgan avtomobil haydovchisi qanday yo'l tutishi kerak? Yo'l yoqasida o'tashi yo'q, shart emas, chunki xalaqit bermaydi. Yalt-yalt ichuvchi chiroq mayoqchasi yoqilgan avtomobiliga xalaqit bermasdan harakatni davom ettirish kerak. To'g'ri. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishi ruxsat etiladi? Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishiga ruxsat etiladi? Ushbu holatda barcha yo'nalishlarga harakatlanish mumkin. Bu yo'l belgisi nimani bildiradi? Yo'l raqamini ko'rsatadi. Bu yo'l raqami. Avtomagistralda ajratuvchi mintaqaning uzilishlarga kirishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Endi qaraylik, bu yerda chalg'ituvchi holat bor-da. Ko'ryapsizlar? Qizil avtomashina Captivaga ham yashil yongan. Tramvay va yashil avtomobilga ham yashil yongan. Lekin uni asosiy yo'lda turibdi, undan tashqari. Ko'k avtomashina menimcha asosiy yo'lda emas. Lekin bitta holat bor, e'tibor qilishlaringiz kerak. Tramvay va yashil avtomobiliga qo'shimcha yo'l belgisi to'g'riga harakatlanishni bildiryapti. Qo'shimcha svetoforning ishorasi orqali to'g'riga harakatlanish mumkin, lekin asosiy ishora yashil, qizil yonib turibdi, asosiy svetofor. Qo'shimcha ma'lumot beruvchi svetoforning qo'shimcha ishorasi esa ularga to'g'riga harakatlanish mumkin degan. Lekin ushbu qo'shimcha ishorada transport vositalari boshqa kesishmadan harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l berib, keyin harakatni davom ettirish kerakligi degan qoida bor, bilsanglar. Demak, bu holatda tramvay va yashil transport vositasi asosiy yo'lda bo'lsa ham, lekin ularga ruxsat berayotgan bu svetoforning qo'shimcha ishorasida ular qizil avtomashina Captivaga yo'l berishga, chunki u qizil avtomashina Captiva o'zi yashil ishora, svetoforning yashil ishorasiga kelyapti. Unda qo'shimchasi yo'q. Demak, bu holatda birinchi qizil, keyin tramvay va yashil avtomobil harakatga keladi. Shunga e'tibor qilasizlar, qo'shimcha ishoralarga. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'liga tezlashish bo'lagi bo'lganda unga chiqish qoidasini buzdi? Yashil avtomashina buzdi. 3 tasmali bo'lgan ikki tomonlama harakat tashkil qilingan yo'llarda ro'paradagi harakat uchun mo'ljallangan chetki chap tasmaga o'tishga ruxsat etiladimi? Qo'yish uchun ruxsat etiladi, barcha hollarda ruxsat etiladi, taqiqlanadi. Qaranglar, 3 tasmali bo'lgan ikki tomonlama harakat tashkil qilingan yo'llarda ro'paradagi harakat uchun mo'ljallangan chetki chap tasmaga o'tishga ruxsat etiladimi? Yo'q bo'ladi.
taqiqlanadi. Chunki u ikki tasmali bir tomonga harakatlanish yo'nalishi bor. Unda quvib o'tish shart emas, o'shani o'zib ketishi mumkin. Shuning uchun taqiqlanadi deymiz. Haydovchi to'xtash oldidan ogohlantiruvchi ishora berishga qachon majbur? Barcha hollarda berish kerak ogohlantirish ishorasini. To'xtashdan oldin. Xo'p, to'xtash qoidasini buzgan hamma haydovchilar qaysi javobda ko'rsatilgan? Qizil avtomobil va mototsikl haydovchisi bu holatda bilasizlar, barchasi qoidani buzmoqda. Chunki bu bir tomonlama yo'l emas, ikki tomonlama yo'l, ya'ni ikkita qatnov qismi hozir mana bu yerda borda 3 tasmali bo'lgan ikki tomonlama harakat tashkil qilingan yo'llarda ro'parada ko'rsam, bu harakatlanish yo'nalishi 3 tasmasi bo'lgan va ikki tomonlama harakat tashkil qilingan yo'l hisoblanadi. U qizil avtomobil va mototsikl haydovchisining o'zi to'xtab turish, to'xtash qoidasini buzganligi aniq. Chunki belgi bor. Mana bu ko'k avtomashina esa qarama-qarshi yo'nalishda ro'parasida to'xtab turibdi. Shuning uchun taqiqlanadi bunday to'xtash. Agar transport vositasi ishchi tormozining samaradorligi qoidalar talablariga javob bermasa, u holda siz majbursiz belgilangan safarni davom ettirishga, yo'q, bundan keyin harakatni to'xtatishga, nosozlikni o'z ichida bartaraf etish. Haydovchi yo'l transport hodisasida shikastlangan transport vositasini shatakka olish uchun yuk avtomobilini ichki ishlar xodimi ixtiyoriga qanday holda berish kerak? Bu avval ham takrorlangan. Har qanday holda fuqarolarga tegishli transport vositalaridan tashqari degan javobda bo'ladi. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan qaysi yo'nalishlarda harakatga ruxsat etilgan? Qaranglar, ushbu yo'l belgisida qayerda bo'lish mumkin yo'l belgisida chapga burilish mumkin emas. Demak, faqat qayerda bo'lish mumkin. Bu yo'l chizig'i nimani bildiradi? Faqat avtobus harakatlanishi uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi. Yo'q. Faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari harakatlanishi uchun mo'ljallangan bo'lakni bildiradi. Bo'ldi shu. Faqat belgilangan yo'nalishdagi e'tibor qiling javobga. Faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari. Chorrahani ikkinchi bo'lib kim kesib o'tadi? Ana endi bu yerda asosiy yo'lda harakat aniq bo'lamiz. Demak, qizil va ko'k avtomashina asosiy yo'lda. Ularni bir-biri bilan keshishi bor. Chunki bittasi chapga ketmoqchi, ikkovi ham chapga burilmoqchi va bir-biriga teskari to'qnash kelib qoladi yo'nalishi. Demak, ushbu holatda o'ng qo'l qoidasiga amal qilamiz. Qaysi transport vositasi o'ng tarafga joylashgan bo'lsa, o'sha transport vositasi birinchi harakatga keladi. Qizil avtomashinaning o'ng tarafida ko'k avtomashina bor. Ko'k avtomashina o'ng tarafida joylashgan yashil avtomashina u asosiy yo'lda emas. Demak, qizil avtomashina o'ng tarafida joylashgan ko'k avtomashina birinchi harakat qiladi va keyin qizil harakat qiladi. Demak, ikkinchi bo'lib kim ketib o'tadi desa, qizil avtomashina bo'ladi. Mototsiklning haydovchisi qanday holda chapga to'g'ri burildi? Xo'p, chorrahaga chiqdi, yuk avtomobilni o'tkazib yubordi, burish tugaladi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, chunki chorraha tartib soluvchi bor. Chorrahaga chiqadi, o'zi chorrahaga chiqish mumkin emas. Demak, chorrahaga chiqmasdan to'xtab tartibga soluvchining chapga burilishga ruxsat etuvchi ishorasini kutdi. F2 va F3 chalg'ituvchi javoblar hisoblanadi. Shunga e'tibor qilasizlar. Mana shu savol tushsa, aytasizlarki, chorrahaga chiqmasdan to'xtab tartibga soluvchining chapga burilishga ruxsat etuvchi ishorasini kutib, burilishni tugallaydi. Ko'k avtomobilga qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Qaranglar, bu shunaqa yo'lki, 3 tasmali ikki tomonlama harakat tashkil qilingan yo'l hisoblanadi. Ana endi yo'l tasmasiga e'tibor qilinglar. Ko'k avtomashina harakatlanayotganda mana o'ng tarafida uzuq bo'lib, keyin sidra chiziq boshlangan. Bu degani
Buni to'g'risidagi ro'parada esa yana shunaqa. Lekin mana bular harakatlanib kelayotgan transport vositalari harakatlanib kelayotgan yo'nalishda ko'k va sariq avtomashina harakatlanayotgan narsa bular to'g'riga yurishi mumkinligini bildiradi. Ya'ni ikki tasmadan to'g'riga harakatlanadi, faqat mana chapda uzluksiz chiziq bilan ajratilgan yo'llar esa qarama-qarshi harakatlanish mumkinligini bildiradi. Mana chorrahadan keyingi qismida esa teskarisi. Hozir ko'k avtomashina to'g'riga harakatlansa, teskari qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib qoladi. Chunki holat o'zgardi endi. Endi bular ko'k va sariq avtomashina faqatgina o'ng bo'lakdan harakat qilishi mumkin bo'ladi chorrahadan keyin. To'g'riga harakatlanaman desa, chunki qaranglar, mana uzuq bo'lib kelib keyin uzilgan, uzun chiziq chizilgan va o'ng tarafi devor bilan ajratilgan uzluksiz chiziq bilan. Bu yerda-chi o'zgaryapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Demak, ko'k avtomashina to'g'riga harakatlana olmaydi, chunki qarama-qarshi yo'nalishga chiqib qoladi. Ushbu holatda chapga burilishi va qayrilib olishi mumkin bo'ladi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Qayta tizilish oldidan ogohlantiruvchi ishora qachon berilishi kerak? Qayta tizilishdan oldin ogohlantiruvchi ishora manevr boshlanmasdan oldin beriladi. Burilish vaqtida qatnov qismining kesishmasidan chiqish transport vositasi qayerda bo'lmasligi kerak? Qarama-qarshi tomonda bo'lmasligi kerak. Yo'lning chapga burilishga yaqinlashganingizda u o'ylaganingizdan ko'ra ancha keskinroq burilish bo'lib chiqsa, tezlikni o'zgartirmay yo'l qatnov qismining chap yoqasidan harakatni davom ettirishingiz kerak. Harakat tezligini kamaytirishimiz kerak. Furgon yukxonasida odamlar tashishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi, ruxsat etiladi. Agar ularning tuzilishi odamlarni tashishga moslashtirilgan bo'lsa, ruxsat etiladi. Demak, sizlar bilan bugun 42, 43, 44, 45, 46 belgilar tahlilini ko'rib chiqdik. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman.